Oldi orqa огорodiga ega birinchi qavatda joylashgan kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Yashnobod tumani Parkenskiyda joylashgan, orientirimiz Ummon to'yxonasi bo'tdi. 9 qavatli uyi birinchi qavatida joylashgan, 3 xona 74 kvadrat metrdan iborat. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor, katta yo'lga va katta supermarketlarga ham yaqin joyda joylashgan. Hozir endi men sizlarga xonadonimizni ko'rsatib o'taman. Podest tomondan kiraverish vходной eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan chap tomonimizga shunaqa stroyniy mebel yasattirilgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelli, faqat koridor orqali kiriladi. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda детская spalnyamiz joylashgan. Uyimizda ko'rib turganingizdek o'rtacha ta'mirlangan. Yana o'zingizlarning xohishingizga, vkusingizga qarab ta'mirlab olsanglar bo'ladi. Bu yerda ham spalnyamiz joylashgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Bu joyimizning hamma hujjatlari joyida, kadastri bor, sotishga tayyor qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa sanujelimiz joylashgan. Sanujellarimiz sezganingizdek razdelli planirovkada. Bu yerda bo'lsa katta zalimiz joylashgan. Bu zalimizning kattaligini hisobga olib bir qismini divanniy zona, bir qismini bo'lsa stol zona qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu xonamizning o'zini bu yerda kichkina balkoni ham bor. O'zingizlarning xohishingizga qarab mana shu devorimizni buzib tashab, zalimizni yana ham kattaroq qilib olsanglar ham bo'ladi. Bu yerda ham sanujelimiz joylashgan. Bu yerda oshxonamiz joylashgan, bemalol stroyniy mebel yasattirib foydalansanglar bo'ladi. Aynan mana shu xonamizdan domimizning orqa tomoniga chiqib ketsa bo'ladi. Xonadonimizning o'zini alohida bitta mashina uchun avtoturargohi va bu yerda огороди ham bor, chiroyli qilib zeleniy zona qilingan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Birinchi qavatdan kvartira qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.